Gilov tağının bexasligi. Vah! Mening Gilov tağam keladigan bo'ldi. Makis, men 8 raqamga o'zgardim. Ko'rdingmi? 8. 8 raqami? Ha, men tushundim. Sen qarabaqqa 8 raqamiga o'xshaysan. Bak qiziqarli ekan u. Gilov tağam bizni hayron qoldirganligini aytgan. Meningcha u nimidi, ha? Kechirgin Makis. Kechirgin Lili. Chirqiraq ekran doim meni qo'rqitib etadi. Men hayron qilishni yaxshi ko'raman. Chirqiraq ekran. Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj bo'lib o'tibdi. Qayerda g'alati maxluq yordamga muhtoj bo'lsa, g'alati maxluq matematika atrofida she'r paydo bo'ladi. Oy! Tusmijaz Chango apandi ekan. Xayrli sar. Azroqmi yaxshi emas. Bugun atagadilik kayfiyatimni chor. Voy, tusmijaz Chango apandim odatga qaraganda boshqacha bo'lib qopti. Chunki mening oldin xaridarim boya bir kichik chaqliq mototsikl sotib olgan edi. Kichik chaqliq motosiklet? Men kichik chaqliq motosikletni yaxshi ko'raman. Biroq bu qandoqsiz yamash bo'lsa? Chunki u o'z sotib olgan motosikletni haydamabdi. Ha? Yo'q. Xato debdimi? U mening motosikletimni haydab ketibdi. Ha? Ansirmang, tusmijaz Chango apandim. Motosikletingizni tepib beramiz. Men o'z ko'zim bilan ko'rsam, andin ishonaman. Biz izlamoqchi bo'lgan motosiklet ehtimol Moslaviyaning ma'lum bir joyida bo'lishi mumkin. G'alati maxluq matematikasi bizga yordam beradi. G'alati maxluq matematikasi har qanday masalani hal qila oladi. To'g'ri, chunki g'alati maxluq matematika hukmi hamma yerda mavjud. Sizning g'alati maxluq matematika atrofida qo'shilib birlikda vazifa o'rindingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamsizlar, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askatni so'zga muhtoj. U bizning vazifani o'rinishimizga yordam beradi. Yaqinlik vaqt keldi. Bugungi g'alati maxluq matematik askatni so'zi bo'lsa, gruppalash. Kelar qatim raqamlik maxluqni ko'nglinizda biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tangladinglar. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Gruppalash. Hozir demaysan-ku bu. Kelar qatim raqamlik maxluqni ko'rganda andin degin. Oh, bo'ladi. Men doim unutib qolaman. G'alati maxluq matematika atrofida yo'lga chiqaylik. Kichik chaqliq motosikletni izdigil boraylik. Yaxshimisiz, tusmijaz Chango apandi? Sizlar nima ish qilib xo'shal bo'lib ketdinglar? Mening kichik chaqliq motosikletim yetib ketdi. Faqat quruq motosiklet to'xtash maydonida qoldi. Tusmijaz Chango apandi, motosikletingizni bizga tushuntirib bera olamsiz? Ha? Oy. U qayerga ketdi? Mashinanga o'xshaydi. Bu bo'lsa u xaridor olmoqchi bo'lgan motosiklet. Mening mashinamga bakla o'xshaydi. Biroq mening seriq rangligida. Chaqning shaklim azroq o'xshamaydi. Motosikletingizning chaqning shakli qandaqdi, ha? Chaq ustidagi shakllar ko'ribsizmi o'xshamaydi. Sizlar raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak, biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatma so'zini deyishimiz kerak ekan. Gruppalash, ko'pchilik tayyorlig'ini bitdimi? Undaqda birlikda deymiz. Men 3 sanayman. 1, 2, 3. Gruppalash. Qaranglar, muvaffaqiyat qozondik. G'alati maxluq matematik ko'rsatish ekrani keldi. Bu g'alati maxluq faqatlar takrar guruhlangan yemeklarni yeydi. Uning mashqi bo'lsa bir taxs qurut, 3 bilan shaklli go'sht qurti va yumloq shaklli baqqolonisi. U ularni jo'ziga to'kadi, ham 2-3 bilan shaklli va bir yumloq shakllikni birga tizadi. Ham qaytlab bo'shliq guruhlaydi. Bu g'alati maxluq bo'lsa o'sha bo'yicha guruhlab tamoq yeydi. Vau, biz cho'qim tahrir guruhini tushunishimiz kerak. Shundalar biz yutib ketgan kichik chaqliq motosikletni topa olamiz. Hey, meningcha men takrar guruhini topganda qilaman. 3 bilan yumloq. Sening deganing to'g'ri ekan-ku bu. Bu bo'lsa gruppalash, takrar guruh ishgan. Bu mening motosikletimni qoldirgan izi. Ha, biz mush chaqizga asosan izlasaklar, sizning motosikletingizni topa olamiz. Yaxshi amal bo'ldi. Bo'ldi, g'alati maxluq ishga o'tirdi. Biz g'alati maxluq matematik hukmini ishlataylik. Oy. G'alva qilmanglar. Tez berib mening motosikletimni izdanglar. Sen nima ish qilyapsan, Lili? Men bu guruhlangan shaklni sizga olay. Qaranglar. 3 bilan yumaloq, 3 bilan yumaloq. Yaxshi qipsan, Lili. Yuringlar do'stlar, bu guruhlangan shaklga asosan izlaylik. Bu nəhayət oson. Biz tezda motosikletni topa olamiz. Vah, ham uyga vaqtida qaytib, Gilov tog'amdan kirishni saqlay oladigan bo'ldim. U bizni qanday hayron qoldirdi-ki? Makis, Govo,
Sizlar qayerga mangdinglar? Ben bu çak izlerini boylap bana yürüptüm ben o. Menmi shu. Menmi shu, biroq motosiklet o'xshamag'an 3 xil chaq izi qoldirib menish mumkin emas-da. Ha, qaraganda biz o'xshamagan 3 xil çak izini boylap meniptimiz. Bu izlarni cho'qim boshqa motosikletlar qoldirgan. Voyjon, siz bizga qaysi texnik guruhi iziga ergashsak bo'lganligini bilamsiz? Siz bilamsiz? Bek yaxshi bo'ldi. Bu tekrar gruppa 3 bulon. 3 bulon kvadrat. 3 bulon kvadrat. Mening sizgan guruh shakli bilan o'xshashmikan? O'xshash emas. Deganimiz to'g'ri. Leyli sizgan gruppida chamber bor. Biroq bu izda chamber shakli yo'q. Shunlashqa bu iz to'g'ri emas. Yana 2 tal iz qoldi. Har ikkala izda 3 bulon va chamber bor ekan. Qaysi iz to'g'ri izdi, ha? Hey, biz nimishqa sanab bakmaymiz. Leyli sizgan guruhida qancha tal 3 bilan barliqni sanayli. Ondan qaysi izda o'xshash sondagi 3 bilan barliqni belgilab bo'ladi. Shundaqmi? Yaxshi amalkan bu. 1 tal 3 bulon, 2 tal 3 bulon, ondan 1 tal chamber. Ha, biz endi izdiki 3 bulon sonini sanab bakayli. 1, 2, 3, 3 tal 3 bulon, ondan 1 tal chamber bor ekan. Ha? Bu izda 3 bilanning soni Leyli sizgan guruh shakligidan jiqgan. Hamsi yana bir iz qarab bakayli. 1, 2 tal 3 bulon, ondan keyin 1 tal chamber. 3 bulon, chamber. Ha? Men sizg'inim bilan o'xshashgan. Bu mushu izning to'g'riligini tushuntirib berdi. Bek qoldi soldi. Atrofdagilar, tezroq bu izga agishayli. Iz yo'qolib ketdi. Motosiklet mingan odam motosikletni piyodalar yo'liga yo'tkib o'tibdi. Ha, qaraganda motosiklet piyodalar yo'lida iz qoldirmabdi. U qayerga ketdi? Hey, usulchi baxtlikan. O belki motosikletni qayerdan topalaydiganligimizni bilish mumkin. Sizlar qayerga bormoqchi? Gapimni anglanglar. Men bilaman. Kichik chaqliq motosiklet muzeyxonada, biroq u Omaq klub tarafidan solab qo'yilgan. Ko'plagan klublarni ochqish bilan ochqilib bo'ladi. Biroq bu klubga ochqish ishlatish hojatsiz. Agar o klubda ochmoqchi bo'lsanglar, uning put barmoqni midirtib qo'ysanglar bo'ladi. Uning put barmoqi qizil, yashil, ko'k ranglik. Mening qo'l ishoratimga qaranglar. Qizilni bir qatam midirtinglar, ko'k rangni 2 qatam midirtinglar. Undan keyin yashil rangni bir qatam midirlasanglar bo'ladi. Bu mening taklifim. Qizil, ko'k, yashil. Uning put barmoqni midirtinglar. Qizil, ko'k, yashil. Qizil, ko'k, yashil. Rahmat sizga usulchi maxluq. Bo'ladi, biz hozir kichik chaqliq motosikletning muzeyxonda ekanligini bildik. Uning ustiga bu motosiklet qulp shakllik maxluq tarafidan solinib qapti. Xulpa shakllik maxluqni ajratish uchun uning putini midirtishimiz kerak. Qizil, ko'k, yashil. Muzeyxonaga borguncha bizga bu ranglarning tartibini esingizda saqlab bera olamsiz. Siz qila olasiz. Bek yaxshi bo'ldi. Emis biz birlikda boshlaylik. Qizil, ko'k, yashil. Qizil, ko'k, yashil. Qizil, ko'k. Biz keldik. Bu Chusmijaz Chango apandimning seriq rangli kichik chaqliq mototsikleti va qulp shakllik maxluq. Yaxshimisan, Govo? Mening suyimlik, nozik jiyanim. Ha, Guloftaga, siz bu yerda nima ish qilyapsiz? Men sizni bizda qanday hayron qoldirganligingizni to'tkizib bilan kutyapman. Ha, bo'ladi. Men sen hozirlik ko'rsaman. Sen uni allaqachon tepib olibsan. Sen ko'rsatmoqchi bo'lganim mana shu kichik chaqliq motosiklet. Siz bu motosikletni Chusmijaz Chango apandimdan setib olganmi? Shundoq. Ha? Bir masala bormi? Siz motosikletni xato yapsiz. Men xato yaptimmi? Bu men setib olgan motosiklet bomba kimning motosikleti bo'ladi? Ha? Bu Chusmijaz Chango apandimning motosikleti. Ha? Suyimlikim, men xatolashibdiman. Raslibek xatolashibdiman. Men bu motosikletni uning tezroq qaytarib beray. Biroq men bu qulp shakllik maxluqni ajratolmay qoldim. Endi chiqilmang Guloftaga, biz qanday qilishni bilamiz, shundaqmi? Usulchi maxluq bizga uning put barmoqni midirlasak bo'lganligini aytgan. To'g'ri, mushunga o'xshash. Gruppalar usuli bo'lsa, qizil, yashil, ko'k. Yo'q, bu to'g'ri emas ekan. Men sinapaqachi. Mushu yashil, ko'k, qizil, yashil, ko'k. Bu mu xato ekan? Sizning esingizda bormi? Ha? Hadid maxluq matematik ko'rsatish ekrani keldi. Menimcha u bizga cho'qim eskartib beradi. Qizil, ko'k, yashil. Qizil, ko'k, yashil. To'g'ri, dal shundaq. Bu dal bizga lozimli gruppa. Bo'ladi. Esimizda saqlab olaylik. Biz to'g'ri bo'lgan guruhi bilan qulp shakllik maxluqning put barmoqini midirtaylik. Qizil, ko'k, yashil. Qizil, ko'k, yashil. G'alaba qildik.
Biz qulp şekillik məxluqni içib etdik. Yaxşı qıldınlar, g'alati məxluq matematika atirdi. Tutgandan keyin biz endi bu motosikletni küsmüşüz Çango efendimga apirib berayli. Biz mangayli. Men kichik chaqliq motosikletimni bak yaxshi ko'raman. U mening do'stim. Va, qaranglar, u bekli xush bo'lib ketdi. Menma? Bundaq bos bo'lmaydi. Mening mijozim doim chos. Doim. Balkim men bu qatim xush bo'lgandimman. Men motosikletimni topdim. Hey, men bek xushal. Bu tarixdan bu yoqqa eng yaxshi motosiklet. Kilagovo, motosiklet chiqqan. Yaxshi qildinglar matematika atatidikilar. Biz kichik chaqliq motosiklet egasiga qaytarib berdik. Ko'pchilikning hammasi shunda xushal bo'lib ketdi. Hatto küsmijaz Çango efendim xushal bo'lib ketdi. Biz gruplashqa oid bilimlarni o'rgandik. Shunlashqa biz g'alaba qildik. Albatta biz məxluqlarni usul orqali alqış yağırtaylı. Hamsi 3 sanayman. 1 2 3. Biz matematika bilimlarini qalbini